Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bugun Texno Sirlar kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlarga generatorni PS2017 ga o'rnatishni ko'rsatib o'tamiz. Ishlatiladigan sayt manzili Telegram kanalimizda bo'ladi. O'sha yerdan o'tib yoki bo'lmasa shu Telegram kanalimiz o'ziga tashlab qo'yaman. Bu generatorni bemalol o'tib yuklab olishingiz mumkin. Videoni diqqat va oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Bo'lmasa o'rnatishda xatoliklar qilib qo'yishingiz mumkin. Kanalda bo'lmasa videorolikni boshladik do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana bu generatorni silka qoldiraman. Telegram kanalimizda sayt orqali yuklab olamiz. Taksi sayt uchun bemalol skachat qilib olishingiz mumkin. Va Telegram kanalimizda ham o'sha generatorni tashlab qo'yamiz. Linkka kirganimizdan so'ng bu joydan download papkasi download ustiga bosamiz, yuklab olish va bu joyda ozgina kutamiz. Reklamalarga o'tkazib yuboradi. Yana ozgina kutganimizdan so'ng bizga avtomatik tarzda skachat qilib olishni skachat qilib oladi va Ctrl+J orqali skachat bo'layotgan narsani ko'rishingiz mumkin. Mana 11 megabaytlik generator. Generator xususiyatlari juda ham kuchli, bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin. Maslahat beraman. Hozir mana generator sekin skachat qilmoqda. Internetingiz qancha kuchli bo'lsa, shu darajada tez skachat qiladi. Xo'sh do'stlar. Xo'sh. Do'stlar, hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham zo'r videoroliklar xohlasa tez orada chiqadi. Xullas kalom papkani chekiramiz, mana yuklab oldi. Bu joyda izvilish qilamiz generatorni. Hech qanday parol yo'q. Keyin bu generatorga setupni bosamiz ustiga va nextni bosamiz. Bu joyga PS2017 papkasini ko'rsatamiz. Qaysi joyga ustidan turib bo'lsangiz, PS2017 xuddi shu joyga olib borishingiz shart. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xo'sh, mana do'stlar, sekin tushaman. Chota mishka с вами. Ko'ringiz so'chu okey. Nextni bosamiz bu yerda. Start bosamiz va bu do'stlar o'rnatildi. Exit bosamiz va chiqib ketamiz. Xo'sh do'stlar, hozir bizga mana rabочий stolda generator o'rnatilgan ko'rib turibsizlar. Xo'sh, PS20 papkasiga o'tamiz. Mana generator o'rnatilgan ko'rishingiz mumkin va bu yo'qdan ham generator chiqib turibdi. Endi buni qayerda patchlar borligini shu PS20 ko'rsatib qo'ysalar bo'ldi do'stlar.